Faxrlandim do'stlar. Olib keldim. 1,5 kilo unni dasqa to'kib olgandan keyin 15 gram tuz soldim. Bir tal tuxum chekib etdim. 350 gram sumay qo'ydim. Bularni o'lchab qo'yib olgandan keyin xamir yug'irish mashinamga to'kilib, avval qaynatib sog'itib olgan kavovchin suydan 150 gram, so'qoq suvdan 400 gram qo'yib, mishna avrishim xamir yug'irib oldim. Kavovchindan bir chimdim, piyozdan 20 vashni qaynatib sog'itib olsanglar bo'ldi. Sangizning xamirisini jazman so'qoq suvda mo'yimiz so'qoq holatda yug'iramiz. Sangizning chechaklashida bir nanjadan xamiriningki chang bo'shliqqa ta'sir ko'rsatadi, moyninki qisiqlik darajasini o'lchab qilib olasizlar. Ammo shu holatda qilsanglar shunda payz bo'ldi ekan, ta'mim shunda yeyishlik bo'pti. Ko'rib-misaga chiqibsizlar do'stlar, sirvatmay oxirigacha ko'ringlar. Yaxshi jurkanlarni berib inkas rayoniga gul yo'llab qo'ysanglar, qatilishni unutib qolmanglar, kelar qitim ham yaxshi mazmunlarni o'zingizlarga sunishga erishman. Moyning qiziqlik darajasini shunda bir tal xamini silib, shunda qilib olsanglar, shunda bujuldab, chechaklasa, undan silishni boshlasak bo'ladi. Shunda tanishib olgan meyimizga musholatda, mush ekranda ko'rsatilgandek shunda qilib silib olsanglar bo'ladi. Men qo'g'on sangiz silib oldim. Chechaklaydigan sangiz qozon kirib, ham chechaklashga boshlaydi. Bunda shunda payzi chechaklab ketdi mana. Mana mush nurg'un uslublarda sangiz sap qilib chechaklatamay shibay bo'lgandan keyin ma'qul uslubda shunda payz solgandim, shonslar bilan birga